Bolachalar, shovqin kerak emas, shovqin qilmanglar. Bu yoqda Odil echki chiqdi. Odil, zalda urishamiz debsan. Men vatanimga, ota-onamga xizmat qiladigan bo'laman. Xohlagan joyingda, xohlagan ligada urishamiz. Agar gapingga javob bera olsang. Assalomu alaykum barchaga. Dostoyni mujiklar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Internetda bir chichqoq ko'rib qoldim. Hamma o'zbeklarga o'zbek bo'lib turib vizit tashlayapti. Shunga ikki og'iz fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Agar sen xalqingni patrioti bo'lsang, O'zbekiston bayrog'ini ko'taraman desang, O'zbekiston bayroqlariga vizit tashlamaysan, o'zingni o'zbegingga, boshqa millat vakillariga vizit tashlaysan. Videoingda xalqim deyapsan, xalqim deb turib o'z xalqingga vizit tashlayapsan-ku, o'zbek millatingga. Agar sen xalqing patrioti bo'lsang, boshqa millatlar oldida bayrog'ini ko'tarishing kerak. Bolachalar, shovqin kerak emas, shovqin qilmanglar. Bu yoqda Odil echki chiqdi. Odil, zalda urishamiz debsan. Men vatanimga, ota-onamga xizmat qiladigan bo'laman. Xohlagan joyingda, xohlagan ligada urishamiz. Agar gapingga javob bera olsang. Assalomu alaykum barchaga. Dostoyni mujiklar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Internetda bir chichqoq ko'rib qoldim. Hamma o'zbeklarga o'zbek bo'lib turib vizit tashlayapti. Shunga ikki og'iz fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Agar sen xalqingni patrioti bo'lsang, O'zbekiston bayrog'ini ko'taraman desang, O'zbekiston bayroqlariga vizit tashlamaysan, o'zingni o'zbegingga, boshqa millat vakillariga vizit tashlaysan. Videoingda xalqim deyapsan, xalqim deb turib o'z xalqingga vizit tashlayapsan-ku, o'zbek millatingga. Agar sen xalqing patrioti bo'lsang, boshqa millatlar oldida bayrog'ini ko'tarishing kerak. Bolachalar, shovqin kerak emas, shovqin qilmanglar. Bu yoqda Odil echki chiqdi. Odil, zalda urishamiz debsan. Men vatanimga, ota-onamga xizmat qiladigan bo'laman. Xohlagan joyingda, xohlagan ligada urishamiz. Agar gapingga javob bera olsang. Assalomu alaykum barchaga. Dostoyni mujiklar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Internetda bir chichqoq ko'rib qoldim. Hamma o'zbeklarga o'zbek bo'lib turib vizit tashlayapti. Shunga ikki og'iz fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Agar sen xalqingni patrioti bo'lsang, O'zbekiston bayrog'ini ko'taraman desang, O'zbekiston bayroqlariga vizit tashlamaysan, o'zingni o'zbegingga, boshqa millat vakillariga vizit tashlaysan. Videoingda xalqim deyapsan, xalqim deb turib o'z xalqingga vizit tashlayapsan-ku, o'zbek millatingga. Agar sen xalqing patrioti bo'lsang, boshqa millatlar oldida bayrog'ini ko'tarishing kerak.